Hammaga salom. Bugun sizlar bilan ko'pchilik kutmagan va so'ramagan tema haqida gaplashamiz. Bu yangi testoviy rubrika hisoblanadi. Shu sabab kommentariyaga kirib hammaning yaqinlariga har xil gaplarni aytib tashlamang. Bo'lmasam, oz-moz tushuntirib o'taman. Bu videoda biz ikkita mirning, ya'ni ikkita olamning qahramonlarini oz-moz solishtiramiz. Ha, men albatta bu videoni hech kimdan o'g'irlamaganman, shu sabab iltimos bu original kontent deb hisoblang. Garo bir zarfli odam animesining eng qiziqarli va hozirdagi eng asosiy antagonistlardan biridir. Ya'ni 3-sezonning boshlaridagi biz Garoni bir zarfli odam animesidan olib, boshqa animelardagi personajlar bilan solishtirib ko'ramiz. Ya'ni jangini tahlil qilib ko'ramiz. Biz hozirda Garoning 3-mavsumdagi holatini olamiz va to'liq maxluq formasiga kirmagani eng qiziqarlisi. Uning o'limi bir marotaba bo'lmaydi. Ya'ni Garo o'lganidan so'ng yoki yutqazganidan so'ng u yana bir bor tirila oladi. Bu unga yana bitta shans beradi. Bu tirilgani uning shunchaki tirilib qayta jang qilgan emas. Bu uning evolyutsiyalaridan biri hisoblanadi. Demak, Garo bu personajlarga qarshi chiqa oladi. Yuta oladimi, yo'qmi aniqlab olamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, videoni boshlaymiz. Endilikda siz Banana TV platformasi orqali eng sevimli do'xo yoki animelaringizni sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilishingiz mumkin. Play Market va App Store orqali yuklab oling. Endi esa tushuntira boshlaymiz. Garo o'zi nima qila oladi? Garo, bilsangiz, 2-mavsumda Maykali qahramonni osonlik bilan yenga olgan va uning zarbalariga adaptatsiya bo'lib, zarbalarining kuchini kamaytira olgan va yana qayta counter zarba bera oldi. Bitta eslasak, Maykali qahramon bitta qo'lda 4 yoki 5 etajlik domning bo'lagini 100-200 metrgacha ota olgan. Bu ko'p, ha, bu juda ham. Yana Garo o'zining juda ham tez reflekslari, reaksiyalarini hisobga oling. Super rogatkaga qarshi jangida ultimate o'qidan hech qanaqa muammosiz qocha oldi. Ha, jarohat oldi, lekin faqat adaptatsiya bo'lmagan paytida unga raqibni o'rganishiga ozgina vaqt yetib ortadi. Hattoki kimningdir texnikalarini, harakatlarini o'zlashtirib raqibga ishlata oladi. Demak, bizda nima bor? O'qlarni osonlik bilan hech qanaqa muammosiz to'xtata oladigan. Hatto bu raqibning ultimate hujumi bo'lsa ham, masalan, bunga qarang. Ha, demak, Garoga o'qlar hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Ikkinchidan, juda ham kuchli. Hattoki sog'lomgina daraxtni qurol sifatida u yoqdan bu yoqqa ota oladi. Bundan hech qanaqa muammosiz o'rtacha 5 etajlik tomni bitta zarbasi bilan buza oladigan kuch deb hisoblab turamiz. Yana unga qo'shimcha buff beradigan texnikasi ham bor. Bu tog' oqimi texnikasi. Garo o'zining texnikasining masteri hisoblanadi va bu nafaqat shunchaki kuch beradi, balki uning statistikalarini oshiradi ham. Ha, yana Garo bitta o'lishidan so'ng yana o'zining bitta evolyutsiyasi bilan keladi. Bu uni oldingidan ham kuchliroq qiladi, anchagina kuchli. Demak, Garoning kuchini o'rtacha aniqlab oldik. Bo'lmasam, boshladik. Deku o'zining oxirgi qismlaridagi formasi deb hisoblaymiz. Deku mening qahramonim akademiyasi animesida. U o'zining bitta hamma uchun kuchi bilan. Uning zarbalari juda ham kuchli. O'zining zarbalari bilan Garoni yaralashi, hattoki o'ldirishi mumkin. Agarda Garo tog' oqimi texnikasini qo'llamasa albatta. Deku o'zining kuchlarini 100% ga ishlatsa ham bitta zarfli odam animesidagi S-klasslarga qarshi chiqa olmasligi mumkin. Garo esa o'zi bilan teng bo'lgan yoki undan ozgina kuchliroq personajlarga nisbatan adaptatsiya bo'lib, unga kontra-ataka qila oladi. Bundan Garo hatto Dekuga yutqazganida ham, ya'ni o'lganidan so'ng ham o'zining ikkinchi formasida uni yuta oladi. Son Jinwoo o'zining juda ham katta bo'lgan fizik kuchi va aql zakovati bilan o'zini ko'rsatgan. Ko'p hollarda statistikalar bilan ish ko'radi. Biz uning 2-mavsumning oxiridagi holatini olamiz. O'rtacha 100 ta, 200 ta soyalar bor vaqti. Chumolilar quroldan olgan zarbalariga osonlik bilan chidaydi. Taxminan Garoning zarbalari bilan teng. Son Garoning zarbalariga osonlik bilan chidashi mumkin. Garo olgan anchagina zarbalardan so'ng raqibning harakatlariga o'rganib, texnikasini, tog' oqimini ishlatsa, o'zining statistikalarini ancha ko'taradi. Ayniqsa, Son bilan yakkama-yakka jangida. Shu bilan yaqin masofadagi jangda g'alaba qozonish imkoniyati ancha yuqori. Son ham yakkama-yakka jangda yutishi mumkin. Bundan esa Garo o'zining evolyutsiyasi bilan tirilib keladi va albatta anchagina kuchliroq bo'ladi. Hay, Garoga uning soyalari hech ham yuk bo'la olmasligi esimda. Taxmin qiling, bu yerda kim yutishi mumkin? Kommentariyaga yozib qo'ying. Jotaro Kujo, Garo Jotaroning ssenalarini ko'radi deb hisoblab qo'yamiz. Chunki unaqa bo'lmasa hech nima tushunarli bo'lmasligi mumkin. Shu sabab Garo stenni ko'ra oladi deb hisoblaymiz. Jotaroning stendi animedagi eng tez va kuchli stend hisoblanadi. Agarda Garoning zarbalari bilan solishtiradigan bo'lsak, Garonikidan ancha tez va o'zining evolyutsiyasi bilan ham unga qarshi chiqa olmasligi mumkin. O'zining tog' oqimi texnikasi va evolyutsiyasi bilan bo'lsa,
unga qarshi chiqa olishi mumkin deb hisoblasak ham bo'ladi. Demak, Jotroning time stopi, ya'ni vaqtni to'xtata olishi bor. Vaqtni to'xtatib uning ko'ziga zarba bersa, o'ldira oladi yoki bo'lmasa Starfingerni ishlatsa. Gojo Satoru o'zining juda ham egoizmi va shunga yarasha bo'lgan kuchi bilan Garuga qarshi. Albatta Garu cheksizlikdan o'ta olmaydi, shundan Gojo hududni kengaytirib, pushtini qo'llaydi. Shundan Garu o'zining evolyutsiyasi bilan qayta keladi va albatta shu hol takrorlanadi. Kakashi juda ham noodatiy to'qnashuvga o'xshaydi. Kakashi o'zining har xil texnikalari bilan Garuga hujum qilish niyatida bo'lmasin. Garu o'zining anchagina yaxshi reaksiyalari orqali raqibga tezda moslashish orqali Kakashini ancha charchatib qo'yishi mumkin. Kakashi o'zining sharingani bilan uning barcha harakatlarini o'qigandek ko'ra oladi, lekin unga uncha yordam bermasligi mumkin. Bilganimizdek, Garu o'zining limitlarini buzishni juda ham sevadi. Agarda Kakashidan ancha zarba olsa, o'zining statistikalarini ko'tarib tezlashishi mumkin. Va albatta tog'oqimi texnikasi bilan uni yengib qo'yishi mumkin. Evolyutsiyasi bilan. Tanjiro uning cheksiz qal'adagi formasini olamiz. Shaffof dunyo orqali dushmanning barcha harakatlarini kuzata oladi va quyosh nafasi bilan jangda o'zining belgisini ham uyg'otgan holda kuchlidek. Ammo bu Garuning zarbalariga chiday oladi degani emas. Hattoki Garuning bitta zarbasidan ham hushidan ketishi yoki o'lib ketishi mumkin. Shu sabab uni chetga surib qo'yamiz. Iblislar qotili animasidan uzoqlashmaymiz. Boshqa korpusdagi iblis qotillari haqida ham gaplashamiz. Tanjiro, Giyu, Sanemi, Muichiro, Shinobu ular Garuga qarshi hech nima qila olmaydi. Birinchi Hashira, Gyomei, tosh hashirasi Garuga qarshi ancha narsa qila oladi deb o'ylayman. U boshqa hashiralar kabi katana ishlatmaydi, aksincha zanjirli qandaydir dildo ishlatadi. Garu esa bunaqa narsalarga osonlik bilan qarshi chiqa olishi mumkin. Gyomei hashiralar orasidagi eng kuchli va eng chidamli bo'lishiga qaramasdan, Garuning tezligiga qarshi chiqa olmasligi mumkin. Undan tashqari, Garuning ketma-ket berilgan zarbalariga shunchaki hushidan ketib qolishi mumkin va osonlik bilan yutqazib qo'yishi mumkin. Yorichi o'zining va hozirgi davrdagi eng kuchli hashirasi hisoblanadi. Juda ham katta bo'lgan tezligi va quyosh texnikasi bilan jangashay. Garu esa o'zining tog' oqimi texnikasi bilan Yorichi jang qilayotganda xuddi 6 ta qo'l bilan jang qilgandek hisoblanadi. Oddiy hashiralar uchun bu. Bir zarbli odam animasida esa bu normal va bu Garu uchun uncha tez bo'lmasligi mumkin. Agar Garu Yorichiga aniq va toza qilib bo'yin sohasiga yoki nafas olishni to'xtatadigan sohasiga bittagina zarba bersa, bu Yorichi uchun jang tugadi deb hisoblasak ham bo'ladi. Lekin unaqa bo'lmasa, Yorichi o'zining tezligi bilan Garuga jarohat yetkaza olishi mumkin. Lekin bu hol ko'pga bormaydi. Garu raqibini o'rgana boshlashi bilan bu teskari tus oladi. Tog' oqimi texnikasi bilan Bang va uning akasi bilan jangidagiga o'xshab yerga zarba berib, Yorichiga keskin zarbasi bilan jangni tugata oladi. Va oxiriga Yuji Itadori o'zining sukuna bilan paklari orqali kuchliroq bo'la olgan va biz bundan Yujining oxirgi formasini olamiz, ya'ni sukuna bilan jangidagisini. Jang mahorati ancha oshgan va hozirda qora chaqmoqni spam qila oladi. Tezlik jihatdan ancha o'sgan. Texnikalari ibodatxona Kama klonining qon manipulyatsiyalari bilan qurollangan. Texnikalarining 90% bu jangda foydasiz bo'lishi mumkin. Faqatgina ko'p hollarda teskari la'nat texnikasi yordam berishi mumkin. Shu sabab jang ko'p davom etadi. Garu esa har bir qora chaqmoqdan qocha boshlaydi. O'zining tog' oqimi texnikasi bilan esa zarbalariga chap bera olishi mumkin. Ozgina jangdan so'ng Garu uning harakatlariga, jang usullariga o'rgana boshlaydi. Lekin Yujining hududni kengaytirishi ham bor. Ko'p teoriyalarga qaraganda, Yujining hududi odamning ruhiy, ya'ni hudud ichidagi odamning ruhini boshqara oladi. Agarda u yerda jang qiladigan bo'lsa, bilamizki, Garu ruhiy tomondan ham yomon emas. Bu yerda o'zingizning fikringizni kommentariyada tinglab qolaman. I'm going to become his father.